Sevmeydi. Sevadi. Sevmeydi. Sevadi. Sevmeydi. Sevadi. Sevmeydi. Evet. Ko'rdingizmi mana bekitib yurgan ekanlar. Sevmeydi bo'lib chiqdi. Yo'q. O'zing ko'rayotgan bo'lsang, Selena Gomez. Sendan kutmagandim. Ne Shakiralar turib seni tanlab mana. Siz nechi marta Selena Gomezni yaxshi ko'rasiz, yaxshi ko'rmaysiz. Siz nechi marta boshqa qizlar bilan gaplashgansiz? Bechora Selena Gomez sizga chidab turganiga ham rahmat deb qo'yish kerak ham boss. Ya, nafaqat sizga ham rahmat chidayotganingiz uchun. Ana kuni oynaga qarab o'zimga o'zim yarim soat gapirdim, o'zimga o'zim chidamay qoldim baringni. Siz har kun mana shu basharani ko'rib chidayotganingiz sizga rahmat. Shu bitta haykal tarash tanishim bor, bitta haykal qo'yib beraman sizga xolasangiz. Qani qaysi holatda turganingiz haykal qo'yib beraylik. Sen ketmon bilan beliga solasan, men oyog'iga o'roq bilan solaman. Azizlar, sog' salomat bo'linglar. Chetda qolinglar, faqat milliyda qolinglar. Chunki bizdan keyin ham shunday tayyorlab qo'yganmiz, sizlarning kayfiyatingizga mos ko'rsatuvlar. Lekin shu yerda qola olmaymiz, bilasizmi? Keyingi ko'rsatuv bor chunki. Ha, boshqa boramiz. Ha. Aziz tomoshabinlar, sizlar bilan bunchalar zo'r ko'rsatuv bo'ldi. Sizlarga kattakon rahmat, omon bo'linglar.